Bugun men sizga juda muhim ogohlantirish bermoqchiman. Bu video ayniqsa ota-onalarimiz, bobo va buvilarimiz, yoshi katta qarindoshlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki hozirgi kunda firibgarlar aynan ishonuvchan. Tartib qoidani hurmat qiladigan, davlat idorasi yoki bankdan qo'ng'iroq bo'lsa darrov xavotirga tushadigan insonlarni nishonga olyapti. Birgina noto'g'ri javob, birgina SMS kodini aytib yuborish, birgina havolani bosish natijasida odam yillar davomida yig'an pulidan, pensiyasidan, hatto nomiga rasmiylashtirilgan kreditdan aziyat chekishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu videoni ho'zroq ota-onangizga, bobo-buvingizga, opangizga, akangizga, mahalladagi yoshi katta tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam o'zini ham, oilasini ham himoya qila oladi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar qancha ko'p tarqalsa, shuncha ko'p odam firibgarlarning tuzog'idan qutuladi. Oldin odamlarni aldash uchun firibgarlar ko'proq ko'chada, bozorda eshikma-eshik yurib ish qilardi. Kimdir soxta hujjat ko'rsatardi, kimdir arzon mahsulot deb aldaydi, kimdir qarz olib qaytarmaydi. Bunday holatlarda odam firibgarni ko'radi, yuzini eslab qolardi, atrofdagilardan maslahat so'rardi. Ya'ni xavf bor edi. Lekin u ko'proq ko'zga ko'rinadigan xavf edi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Endi firibgar uyga kelmaydi, u telefon orqali kirib keladi. U o'zini bank xodimi, soliq xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, ichki ishlar xodimi, prokuratura vakili, mobil aloqa operatori yoki hatto farzandingizning tanishi deb tanishtirishi mumkin. U siz bilan juda ishonchli ohangda gaplashadi. Ismingizni bilishi mumkin. Kartangiz qaysi bankdan ekanini taxmin qilishi mumkin. Ba'zan tug'ilgan yilingizni, manzilingizni, qarindoshingizning ismini ham aytishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik agar u firibgar bo'lsa, men haqimda bularni qayerdan biladi deb o'ylaydi. Mana eng katta xato ham shu yerda. Bugun shaxsiy ma'lumotlarning bir qismi turli joylardan sizib chiqishi, eski e'lonlar, ijtimoiy tarmoqlar, savdo sahifalari, yetkazib berish xizmatlari yoki oddiy telefon bazalari orqali begonalarning qo'liga tushishi mumkin. Firibgar siz haqingizda 3 ta ma'lumotni bilsa, 4-chisini sizdan gap orasida bilib oladi. U savolni shunday beradi: sizning plastik kartangiz oxirgi girish bilan tugaydimi? Siz yo'q, etim takish bilan tugaydi deysiz. U esa kerakli ma'lumotni oldi. Shuning uchun bugun asosiy qoida bitta: telefonda hech kimga shaxsiy ma'lumot aytilmaydi. Men mutaxassis sifatida eng avvalo shuni tushuntiraman. Bank, davlat idorasi, pensiya jamg'armasi yoki mobil operator hech qachon sizdan SMS kod, karta PIN kodi, karta orqasidagi 3 xonali kod, ilovaga kirish paroli, pasport rasmini messenjer orqali yuborishni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u qanchalik chiroyli gapirmasin, qanchalik qo'rqitmasin, qanchalik shoshiltirmasin, bu firibgarlik belgisi. Oddiy misol, sizga qo'ng'iroq bo'ladi. Assalomu alaykum, men bank xavfsizlik bo'limidanman. Kartangizdan 3 million so'm yechib olishga urinish bo'lyapti. Agar siz tasdiqlamasangiz, hozir SMS kodini ayting, biz operatsiyani bloklaymiz deydi. Yoshi katta odam tabiiy ravishda qo'rqadi. Chunki 3 million so'm uning bir necha oylik pensiyasi bo'lishi mumkin. U o'ylab o'tirmasdan kodni aytadi. Aslida esa o'sha SMS kod pulni saqlab qolish uchun emas, pulni yechib olishni tasdiqlash uchun kelgan bo'ladi. Natijada 3 million emas, kartada qancha pul bo'lsa, shuncha ketishi mumkin. Yana bir misol. Buyimizga qo'ng'iroq qilib, sizga pensiyaga qo'shimcha to'lov chiqdi. 700 ming so'm kompensatsiya beriladi, faqat kartangizni tizimga ulashimiz kerak deyishadi. Keyin karta raqamini, amal qilish muddatini, SMS kodini so'rashadi. Buyimiz davlat pul beryapti ekan deb ishonadi. Chunki u umr bo'yi davlat idoralarini hurmat qilib kelgan. Lekin davlat hech qachon telefonda SMS kod so'rab pul bermaydi. Qo'shimcha to'lov bo'lsa, rasmiy idora orqali, mahalla orqali, bank orqali yoki mybank.gov, uz kabi rasmiy tizimlar orqali tekshiriladi. 3-misol, bobomizga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. O'g'lingiz avariya qildi. Hozir masalani yopish uchun tezda 1 million so'm kerak, aks holda qamoqqa ketadi deyishadi. Orqa fonda kimdir yig'lagandek yoki ota yordam bering degandek ovoz chiqaradi. Odam vahimaga tushadi. U darhol pul topishga harakat qiladi. Qo'shnidan qarz oladi, kartadan pul o'tkazadi. Hatto uydagi naqd pulni taksiga berib yuboradi. Keyin bilsa, o'g'li ishda yoki uyda tinchgina o'tirgan bo'ladi. Firibgarlar aynan vahima paytida odamning aqliy tekshirish qobiliyati pasayishini biladi. Birinchi navbatda yoshi katta insonlar xavf ostida.
Chunki ular ko'pincha telefondagi zamonaviy ilovalar, SMS kodlar, onlayn kredit, masofaviy bank xizmatlari qanday ishlashini to'liq bilmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Zamon juda tez o'zgardi. Kecha odamlar kassaga borib pul olardi. Bugun telefon orqali kredit ham olinadi, pul ham o'tkaziladi, karta ham bloklanadi. Firibgar esa mana shu texnik noaniqlikdan foydalanadi. Ikkinchi xavf guruhi doimiy ravishda qarindoshlariga pul yuborib turadigan odamlar. Masalan, ota-onasi farzandiga, farzandi ota-onasiga, aka-ukasiga, opa-singlisiga tez pul tashlab turadi. Firibgar buni sezsa, men falonchiman, kartam ishlamayapti, mana shu raqamga pul tashlab yuboring deb yozishi mumkin. Ayniqsa Telegram yoki WhatsAppda qarindoshingizning rasmi qo'yilgan soxta profil ochib, telefonim buzildi, yangi raqamdan yozyapman desa, ko'pchilik ishonadi. Uchinchi xavf guruhi kreditga ehtiyoji bor yoki kredit olgan odamlar. Firibgar sizning nomingizga kredit rasmiylashtirilmoqda, to'xtatish uchun ilovaga kiring deydi. Yoki aksincha, sizga imtiyozli kredit chiqdi, faqat oldindan sug'urta puli to'laysiz deydi. Masalan, odamga 20 million so'm kredit va'da qilinadi, lekin hujjat ochish uchun 300 ming so'm, sug'urta uchun 500 ming so'm, karta follashtirish uchun yana 200 ming so'm deb bosqichma-bosqich pul undiradi. Oxirida na kredit bor, na pul qaytadi. 4-xavf guruhi ijtimoiy tarmoqlarda ko'p e'lon ko'radiganlar. Davlatdan bepul yordam. Pensionerlarga 1 million so'm, kommunal to'lov uchun kompensatsiya, bepul sanatoriy yo'llanmasi, arzon dori vositalari kabi xabarlar tarqatiladi. Havolani bossangiz, soxta sayt ochiladi. Telefon raqam, karta ma'lumoti so'raladi. Sayt rasmiga o'xshashi mumkin, bayroq rasmi, gerb, bank logotipi bo'lishi mumkin. Lekin ko'rinish rasmiy degani, u haqiqiy degani emas. Men bu yerda hech kim xavotir olmasin demayman. Hamma ehtiyot bo'lishi kerak. Lekin ayrim odamlar to'g'ri odatlarni shakllantirgan bo'lsa, xavfni ancha kamaytiradi. Masalan, SMS kodni hech kimga aytmaydigan, noma'lum havolalarni bosmaydigan. Har qanday qo'ng'iroqda telefonni qo'yib, o'zi bankning rasmiy raqamiga qayta qo'ng'iroq qiladigan odam firibgarlarga kamroq aldanadi. Agar ota-onangiz telefonda bank ilovasidan foydalanmasa, kartada katta pul saqlamasa, limitlar past o'rnatilgan bo'lsa, bu ham xavfni kamaytiradi. Masalan, kartada har doim 200 ming yoki 300 ming so'm kundalik xarajat uchun qoldirib, asosiy pulni boshqa omonat hisobida saqlash mumkin. Lekin bu ham to'liq himoya emas. Chunki firibgarlar faqat kartadagi pulni emas, odam nomiga kredit olishni ham maqsad qilishi mumkin. Shuning uchun men oilalarga oddiy tartib joriy qilishni maslahat beraman. Yosh katta insonlar pul, bank, kredit, hujjat, jarima, avariya, meros, kompensatsiya haqidagi har qanday qo'ng'iroqdan keyin hech qanday qaror qabul qilmasin. Avval farzandiga, ishonchli qarindoshiga yoki mahalla mas'uliga qo'ng'iroq qilsin. 5 daqiqa kechikish hech narsani buzmaydi, lekin 5 daqiqalik tekshiruv butun pensiyani saqlab qolishi mumkin. Eng xavfli tuzoqlardan biri bu shoshirish. Firibgar doim hozir, tez, 5 daqiqa ichida kechiksangiz bo'lmaydi, pul ketib qoladi, ishni yopish kerak, bloklanadi kabi so'zlarni ishlatadi. Nega? Chunki odam shoshsa tekshirmaydi. Shoshgan odam savol bermaydi. Shoshgan odam qarindoshiga qo'ng'iroq qilishga uyaladi yoki qo'rqadi. Shuning uchun qoida shunday: kim sizni shoshirsa, avval telefonni qo'ying. Ikkinchi tuzoq bu qo'rqitish. Sizning nomingiz jinoyat ishida chiqyapti. Kartangiz terrorizmga aloqador operatsiyada ishlatilgan. Hozir ichki ishlar xodimi keladi. Hech kimga aytmang. Tergov siri deyishadi. Oddiy odam bunday gapni eshitib dovdirab qoladi. Lekin haqiqiy davlat organi telefon orqali sizdan karta kodi so'ramaydi va hech kimga aytmang deb pul o'tkazdirib qo'ymaydi. Agar sizga shunday deyishsa, bu juda katta qizil belgi. Uchinchi tuzoq bu ishonchli ko'rinish. Firibgar Telegramda bank logotipi bilan yozishi mumkin. Profilda kostyum kiygan odam rasmi bo'lishi mumkin. Hatto sizga soxta guvohnoma rasmini yuborishi mumkin. Hozir bunday rasmlarni yasash juda oson. Men odamlarning bir xatosini ko'p ko'raman. Menga hujjatini tashladi, demak rost ekan deyishadi. Yo'q. Messengerda yuborilgan rasm hech narsani isbotlamaydi. 4-tuzoq bu kichik summadan boshlash. Avval 2 ming so'm so'raydi. Odam mayli katta pul emas deb o'tkazadi. Keyin tizimda xatolik bo'ldi. Yana 1 ming kerak deydi. Keyin pul qaytish uchun komissiya to'lang deydi. Shu tariqa odam etiming deb boshlagan ishida 2 million so'm yo'qotadi.
firibgarlar odamning endi to'xtasam avvalgi pulim ham ketadi degan ruhiy holatidan foydalanadi. 5-tuzoq bu qarindosh nomidan yozish. Masalan, sizga qizingizning rasmi bilan profil yozadi. Ona telefonim suvga tushib ketdi. Yangi raqamdan yozyapman. Zudlik bilan 1 million so'm kerak. Bunday vaziyatda darhol ovozli qo'ng'iroq qiling. Faqat yozishma bilan ishonmang. Agar qo'ng'iroqni ko'tarmasa, eski raqamiga, kuyovingizga, nabirangizga, qo'shnisiga qo'ng'iroq qiling. Pulni tekshirmasdan yubormang. Ba'zan haqiqiy bank ham sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiyani tekshirish uchun. Lekin haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodni, PIN kodni, to'liq parolni so'ramaydi. U faqat falon summadagi operatsiyani siz qildingizmi deb so'rashi mumkin. Agar shubhalansangiz, men o'zim rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilaman deb telefonni qo'ying. Keyin kartangiz orqasida yozilgan raqamga yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Sizga qo'ng'iroq qilgan raqamga qayta qo'ng'iroq qilish shart emas, chunki u ham soxta bo'lishi mumkin. Yana bir nozik masala, SMS xabarda ba'zan hech kimga aytmang deb yozilgan bo'ladi. Bu jumla bejiz yozilmaydi. Demak, kod faqat siz uchun. Uni aytgan zavotingiz siz eshik kalitini begona odamga bergandek bo'lasiz. Men buni ota-onalarga juda oddiy qilib tushuntiraman. SMS kod bu telefon ichidagi muhr. Kimga aytsangiz, o'sha odam sizning nomingizdan ish qila oladi. Ayrim hollarda firibgarlar sizga ilova o'rnatishni aytadi. Masofadan yordam beramiz. Telefoningizni virusdan tozalaymiz. Bank ilovangizni sozlaymiz deb AnyDesk, TeamViewer yoki shunga o'xshash masofadan boshqarish dasturlarini o'rnattirishi mumkin. Bu juda xavfli. Chunki siz ruxsat bersangiz, u telefoningiz ekranini ko'rishi, kodlarni o'qishi, bank ilovasiga kirishda sizni kuzatishi mumkin. Yoshi katta insonlar bunday dasturlarni umuman o'rnatmasin. Agar o'rnatib qo'ygan bo'lsa, darhol o'chirsin va bank parollarini almashtirsin. Yana bir muhim nuansa, karta raqamini aytish har doim ham pul yechiladi degani emas. Chunki karta raqami orqali odam sizga pul yuborishi ham mumkin. Lekin karta raqami bilan birga amal qilish muddati. Karta orqasidagi 3 xonali kod, SMS tasdiqlash kodi yoki bank ilovasi paroli so'ralsa bu xavfli. Shu sababli men odamlarga murakkab tahlil qilish o'rniga oson qo'yda beraman. Telefonda karta haqida hech narsa muhokama qilmang. Pul yuborishi kerak bo'lgan odamga faqat karta raqamini o'zingiz ishonchli tarzda bering, lekin hech qanday kod aytmang. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Ota-onangiz bilan bugunoq 10 daqiqa suhbat qiling. Ularga sizga bankdan, militsiyadan, prokuraturadan, pensiya bo'limidan, mobil operatordan qo'ng'iroq qilishsa ham SMS kod aytmaysiz deb tushuntiring. Buni bir marta emas, bir necha marta aytish kerak. Chunki firibgar qo'ng'iroq qilgan paytda odam hayajonlanadi va bilgan narsasini ham unutishi mumkin. Ikkinchi qadam, oilaviy parol belgilang. Masalan, agar kimdir qarindosh nomidan pul so'rasa, avval oilaviy parolni aytish kerak. Bu parol oddiy, lekin begona bilmaydigan narsa bo'lsin. Masalan, bolalikdagi biror laqab, eski hovlining nomi, oilada ishlatiladigan maxsus so'z. Agar qizingiz deb yozgan odam parolni bilmasa, demak pul yuborilmaydi. Bu juda sodda usul, lekin ko'p firibgarliklarning oldini oladi. Uchinchi qadam, bank kartalarida limitlarni tekshiring. Ota-onangizning kartasida internet to'lovlari, katta pul o'tkazmalari, onlayn xaridlar limiti juda yuqori bo'lsa, uni kamaytiring. Bank ilovasida buni sozlash mumkin bo'lsa, sozlang. Agar bilmasangiz bank filialiga boring. Pasport, karta va telefonni olib borish kifoya. Bank xodimidan kunlik o'tkazma limitini kamaytirib bering. SMS xabarnomani yo'qing. Shubhali operatsiyalar bo'lsa xabar kelsin deb so'rang. 4-qadam, telefonni tartibga keltiring. Ota-onangiz telefonda keraksiz ilovalar, noma'lum APK fayllar, tushunarsiz kredit ilovalari, masofadan boshqarish dasturlari bo'lsa, o'chirib tashlang. Telefon ekraniga bank ilovasining parolini yozib qo'yish, daftar ichida PIN kod saqlash. Kartaning ustiga PIN kodni yozib qo'yish mutlaqo mumkin emas. Agar eslab qolish qiyin bo'lsa, xavfsizroq usul tanlang. Farzandi yordamida parol menejeri yoki bank tavsiya qilgan biometrik kirish usulidan foydalanish mumkin. 5-qadam, shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, harakat tartibi aniq bo'lsin. Telefonni qo'yish kerak. Keyin vahima qilmasdan ishonchli qarindoshga qo'ng'iroq qilish kerak. Agar gap bank haqida bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilish kerak. Agar gap farzand avariyaga uchradi degan xabar haqida bo'lsa,
avval o'sha farzandning o'ziga, keyin uning turmush o'rtog'iga, ishxonadagi hamkasbiga, qo'shnisiga qo'ng'iroq qilish kerak. Hech qachon hech kimga aytmang degan talabga bo'ysunmang. 6-qadam, agar pul ketgan bo'lsa, vaqtni yo'qotmang. Darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Bank ilovasiga kirish parolini almashtiring. Mobil operator orqali SIM karta sizning nomingizda ekanini tekshiring. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada qo'ng'iroq qilingan raqam, yozishmalar, karta raqami, pul o'tkazilgan vaqt, summa, chek, skrinshotlar, SMS xabarlar hammasini ko'rsating. Baribir topilmaydi deb jim o'tirmang. Qancha tez murojaat qilinsa, pul harakatini to'xtatish yoki izini aniqlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 7-qadam. Pasport va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qiling. Pasport rasmini har kimga yubormang. Telegramda anketa to'ldiring. Yordam puli olasiz, ish beramiz, kredit chiqaramiz degan odamlarga hujjat yuborish xavfli. Pasport nusxasi, telefon raqam va SMS kod birlashsa, firibgar sizning nomingizdan turli xizmatlarga kirishga urinishi mumkin. Agar hujjat yuborish zarur bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotning rasmiy kanali orqali yuboring. 8-qadam, uyda oddiy ogohlantirish yozib qo'ying. Masalan, telefon yoniga shunday jumla yozilishi mumkin. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Pul so'rashsa, avval farzandga qo'ng'iroq qilinadi. Bankman degan odamga ishonilmaydi. Rasmiy raqamga qayta qo'ng'iroq qilinadi. Bu bolalarcha tuyulishi mumkin, lekin real hayotda juda foydali. Chunki firibgar qo'ng'iroq qilganda odam aynan shu yozuvni ko'rib to'xtab qoladi. 9-qadam. Qarindoshlar orasida kelishuv qiling. Hech kim oilada kutilmaganda yangi raqamdan pul so'ramasin. Agar rostdan ham yangi raqam bo'lsa, avval video qo'ng'iroq qilsin yoki oldindan kelishilgan savolga javob bersin. Masalan, oxirgi marta qaysi kuni ko'rishgandik? Uyimizdagi eng kichik nabiraning ismi nima? Dadamning eski mashinasi qanaqa edi? Kabi savollar berilishi mumkin. Firibgar bunday savollarga javob bera olmaydi. Bugun men sizga eng muhim narsani yetkazmoqchi bo'ldim. Hozirgi firibgarlik oddiy yolg'on emas, bu psixologiya. Texnologiya va shoshish aralashgan xavfli usul. Ota-onamiz, bobo-buvilarimiz buni bilmasa, ular aybdor emas. Biz ularga tushuntirmasak, mas'uliyat bizda ham bo'ladi. Shuning uchun har birimiz oilamizdagi yosh katta insonlarga buni sot tilda tushuntirishimiz kerak. Esingizda bo'lsin. SMS kod aytilmaydi, PIN kod aytilmaydi, karta orqasidagi kod aytilmaydi, shubhali havola bosilmaydi. Telefon orqali shoshilinch pul yuborilmaydi. Har qanday xavotirli xabar avval tekshiriladi. Agar shu qoidalarga amal qilinsa, firibgarlarning ko'p rejasi ishlamay qoladi. Bu videoni hoziroq ota-onangizga, bobo va buvilaringizga, yaqinlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday qo'ng'iroqlarga duch kelganmisiz? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizni va yaqinlaringizni himoya qiladigan eng muhim ogohlantirishlarni sodda tilda yetkazishda davom etaman.